Assalomu alaykum bog'bon kuzatuvchilari. Biz bugun Jomboy tumanida joylashgan Doniyor Fayz zamini fermer xo'jaligiga keldik. Ushbu yerimizda ham bug'doyning Alekseyich navi ekilgan. Siz bugungi videorolikimizdan ushbu nav boshqa navlarga nisbatan qanaqa ustunligi bor, qanaqa mashaqqati bor, e'tibor qanday berish kerak va qancha hosil olinayotganini bizning agronomimiz hamda fermerlar suhbatidan bilib olishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting va sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Assalomu alaykum Baxtiyor aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xurmonga baraka. Rahmat. Ana bizni Bog'bon agromarketdan Alekseyich urug'idan fermeringizga olib ekuvdingiz. Necha gektar ekkansiz? 15 gektarga 3 tonna urug' olib ekdik. Shu urug'ning xususiyatlari, qanday agrotexnika qildingiz, qanday ekdingiz, shu to'g'risida bir ikki og'iz gapirsangiz. O'zingiz mana eski mutaxassis agronomsiz. Qolgan fermerlarga bir tavsiyangiz bo'lsa, bir chiroyli. Urug'ni mana 2025-yil hosili uchun 24-yil 17-oktyabrda to'liq ekib yakunladim. O'sha nav endi unib chiqishi juda ham zo'r. Qanday? 2-3 marta bargdan oziqlantirish o'tkazdik. Amofos 250 kilo amofos bilan ekdik. O'rtacha 70-80 sennerdan hosil oldik. Navni bir ustun jihatlari bo'yi juda o'sib ketmaydi, yotib qolishga chidamli, kasallik zararkunandalarga chidamli ekan. Eksa yuqori hosil oladigan nav ekan. suvsizlikka chidamlilik qanday deysiz? Suvsizlikka ham, suvni ham ko'p talab qilmas ekan, o'rtacha suv. Navni xususiyatlari ko'p ekan. Yaxshi xususiyatlar. Tavsiya qilasiz fermerlarga? Tavsiya qilamiz ekishga. Endi borku tajribadan kelib chiqib aytganda o'zi bizda shu Samarqand viloyatida Jomboy tumanida 1-oktyabrdan 20-oktyabrgacha eng optimal muddat hisoblanadi g'alla ekish uchun. Qaysi nav bo'lishidan qat'iy nazar. Shuning uchun o'sha muddatda ekkan baribir ham yuqori hosil beradi. Eksa yaxshi nav ekan. Jomboy sharoitiga mos Keladigan navlardan biri ekan. To'g'ri agrotexnikasini tashkil qilib, nima qilsa yaxshi hosil 70-80-100 gacha olyapti-da. Olyapti. 2026-yil hosil uchun yana 25 gektar g'alla ekish rejalashtirganmiz. To'liq o'sha Alekseyich navidan ekamiz, chunki yuqori yaxshi sifatli hosil olyapmiz. O'sha navga o'sha tajribangiz bor-da sizda. Endi shundan ekamiz, nasib bo'lsa. Rahmat Baxtiyor aka sizga shu sezon vaqti, mavsum vaqti vaqt ajratganingiz uchun. Rahmat. Sog' bo'ling, xo'p. Rahmat.